Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari hamda hurmatli hamshaharlar. Bugungi brifingimiz orqali sizlarga Samarqand viloyati bojxona boshqarmasida bojxona qo'mitasining bojxona institutiga qabul jarayonlari hamda qabul qilish tartibi to'g'risida axborot berib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 29-apreldagi 365-sonli qarori bilan tasdiqlangan Bojxona qo'mitasining bojxona instituti bakalavriatiga o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlangan bo'lib, mazkur nizomga asosan bojxona institutining iqtisodiyot hamda yurisprudensiya bojxona ishi sohasida ta'lim yo'nalishlari bo'yicha nomzodlar tanlov asosida qabul qilinadi. Bojxona institutiga o'qishga kirish uchun arizalar 2025-yilning 1-yanvaridan 2025-yilning 1-apreliga qadar davom etadi. Samarqand viloyati hududida doimiy yashovchi hamda ta'lim oluvchi O'zbekiston Respublikasi fuqarolaridan arizalar Samarqand viloyati bojxona boshqarmasida qabul qilinadi. Hozirgi kunda bojxona institutiga o'qishga kirish istagini bildirgan Samarqand viloyatida doimiy istiqomat qiluvchi hamda ta'lim oluvchi fuqarolardan 365 nafari ariza qoldirgan bo'lib, hozirgi kunda dastlabki tanlov bosqichlari olib borilmoqda. Nomzodlarga qo'yiladigan talablarni eslatib o'tamiz. Umumiy o'rta maxsus va kasb-hunar ta'lim ma'lumotiga ega bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatni o'tash tartibi to'g'risidagi nizom talablariga javob beradigan, 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan, shu jumladan o'qishga qabul qilingan yili 18 yoshga to'ladigan ofitserlar tarkibi, harbiy unvonlariga ega bo'lmagan harbiy xizmatchilar va harbiy xizmatga majburlar tanlov asosida qabul qilinadi. Nomzodlarning bo'yi 165 cm dan erkaklar uchun, qiz bolalar uchun 160 cm dan past bo'lmasligi lozim. Bojxona institutiga o'qishga kirish istagida bo'lgan nomzodlar dastlabki tanlov bosqichi, maxsus kasbiy tanlov bosqichi hamda test sinov tadbirlaridan o'tkaziladi. Hozirgi kunda fuqarolardan quyidagi savollar doimiy berib borilmoqda. Bojxona qo'mitasining bojxona institutiga arizalarni elektron tarzda yuborish mumkinmi? Hozirgi kundagi tartibga asosan arizalarni topshirish faqatgina hududiy bojxona boshqarmalarida ariza qoldirish orqali amalga oshiriladi. Davlat bojxona qo'mitasining hududiy boshqarmalari tomonidan dastlabki tanlov tadbirlari amalga oshiriladi. Dastlabki tanlov tadbirlari quyidagilarni o'z ichiga oladi. Hujjatlarni to'plash va o'rganish, yakka tartibdagi suhbatlashish, individual psixologik o'rganish, umumjismoniy tayyorgarlik darajasini baholash, tibbiy ko'rikdan o'tkazish. Mazkur tanlovlardan muvaffaqiyatli o'tgan nomzodlar maxsus kasbiy tanlovlarda ishtirok etish uchun bojxona institutiga yuboriladi. Eslatib o'tamiz, agar sizda mazkur mavzu yuzasidan savollar tug'ilsa, Samarqand viloyat bojxona boshqarmasining 66lik kod bilan 230 42 42 raqamli telefoniga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.